اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا الله. Xotinni tepish harom, xotinni mushlab urish harom, xotinni yuzga shapati qilib urish harom. Shunday qilgan odam shar'an gunohkor bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislarida xotinlaringizni qulni urganday kaltaklab urmanglar. Kunning ikkinchi yarmida u bilan yotishingiz ham bor, yotishni xohlab qolishingiz ham bor deganlar. Ya'ni uning ko'ziga qanday qaraysiz keyin? Erta abidgacha tepkiladingiz, abiddan keyin quchog'ingizni olmoqchi bo'lsangiz, uning ko'ziga qanday qaraysiz? Hayo bo'ladimi? Yoki vijdon hayo bormi? Mana shunday ma'noda. Har xil gaplarni topmang uni ezish uchun. Sen o'zing yaramas xotinsan, u shu bolalaring bor, shuning uchun yashayman, yo ota-onang hurmati yashayman demang. Yaxshi gapni gapiring.